Assalomu alaykum. Assalomu alaykum kanalimiz hurmatli obunachilar. Azamjon menga bunaqa noyob qo'zilardan chiqaring degan akalarimizga bugun o'ta maxsus video bo'ladi. Akalar, xudo xolasa videoni ko'rishdan oldin bittadan like deb bosing, kommentariyada chiroyli fikr otangga rahmat deb tursangiz akalar, xudo xolasa qo'zini o'ta noyob va siz izlagan arzon xudo xolasa o'ta qulaylardan chiqadi. Akalar, xudo xolasa hatta kuniga bugun yakshanba, akalar, xudo xolasa dam olish kuni hammaga fayzli bo'lsin deb biz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i, o'sha arzonchi optimchilar qishlog'ida liniyalik toza o'sha arashanni birinchi sortidan izlagan akalarimizga xudo xolasa buni qarang. Tashabbus, padaylikda qilib, xudo xolasa siz izlagan qo'zilarni o'ta zo'rlari. O'sha buni nima deydi? Nima deydi akalar, buni qarang. Mashalloh. O'sha kim deysizmi? YouTube tarmog'imizda o'sha birinchi arzon qo'ylar chiqarib turardilar. Xudo xolasa o'zlari hozir yo'qib ketib, endi men qaytdim, narxlar ham qaytdi. Xudo xolasa o'sha qurvoqdan oldingi bo'lgan narxlarni ham qaytaramiz deyaptilar. Xudo xolasa o'sha arzonchi Azbek. Birinchi qo'l Azbek. Birinchi qo'l Azbek. Azamjon aka, obunachilar assalomu alaykum. Tuzimsiz? Azbek. Bugun zotga qo'y chiqaraman, keyin pul yengil qo'y chiqaraman. O'ta yengil. O'ta arzon bo'ladi. Mana akalar, xudo xolasa qo'zini zo'rini olamiz degan akalarimizga padilesa qilib like'larni bosib tashab qo'ying deydi. Mashalloh. Mana akalar. Septag'larni ochdi Azam aka. Septag'larni-ya? Ha, chiqardi. Mashalloh. Azbek, mu qarang, nima deydi? Nima deydi? Mu qarang akalar. Mashalloh. Mana zoti bor narsa mana shunaqa bo'ladi. Tanig'ida. Tanig'ida. Azrez deydi akalar, xudo xolasa ishqibozlarga xudo xolasa. Baquvvatligini qarang aka. Mana. Oyoqlari baquvvatligini. Mu turish qarang akalar, turishdi. Azbek liniyalik 100 ga 100 tozasi, xudo xolasa arashanidan. Ishqibozlarga xudo xolasa qo'chqarmi sog'lom bular. Bitta hozir aka. Qaysi biri bayda? 4 ta qo'chqari bor. Mana shu 4 talasi qo'chqor. Mana akalar. Bor aka. Mana mashalloh, bunisi zotga sog'liq. Buni qarang. Xudo xolasa mana quloq mana. Oq yuz, oq quloq. Dumba razrez akalar mana TVga do chiqqan, xudo xolasa. Shalpan quloq variantdan so'ragan akalarimizga xudo xolasa tashlab qo'yasiz. 2,5 oylik qo'zi mana aka. 2,5 oylik qo'zilar akalar, xudo xolasa siz izlagan narxlar, xudo xolasa siz izlagan toza arashanlar. Katta qo'y bu aka. Shu halik dollarlik qo'ylar akalar bugun so'mda bo'ladi deydi. Xudo xolasa like-ni bosib, qo'llab-quvvatlab turing. 4 dona qo'y, sog'liq bitta qo'y chiqar. Ha aka. Azbek o'z 5 ta qo'chqar edi. Bittasini zotga qiziqib olishadi. Men unda qasam bitta akamizga qilib berdim. Akangizga bermoq Keyin sog'liqni o'zim zotga olib keldim aka. Zotga. Azbek necha oylik mashq qo'zdilar? Ular 5,5 oylik qo'chqarlar hinaqa sog'liq 3,5 oylik aka. Sog'liq 3,5 oylik. Mana aka, mana shuni sog'liq ekan bu qo'chqarlar. Mana qo'chqar o'qibdi aka. Mashalloh, qo'chqar o'qibdi haqiqatan mana aka. Mashalloh, dumbani qarang. Xudo xolasa Azbek bunday gap. Mana shu 5 olovni bir joyda Azbek narxi menga yengil qilib ber. Otangga rahmat, like-ni bosib yozdim deyishsa. Nech puldan qilib beramiz? Qaytaraman narxni, oldingi narxni. Bola degan gapiring, tamom. Yengiling. Gapiring. Qo'yish kerak yo'q-a? Ha. 400 dollar emas, 4 million so'mdan berishadi yu O'ylanmay aka. Azbek, hazillashyapsizmi? Sizdan daqa narx chiqmagan. Mesni qo'ydi narxida bo'ldi. Zoti bor qo'yib, Mesni qo'ydi narxida. Sizdan daqa narx bo'lmagan Azbek? 100 dan silab beraman. Ya. Bobda 200 dan olishdim mana. Ya, qanchadan? Azbek sizdan daqa narxlar bo'lmagan, ey. Bomba bo'lsa bo'lsin. Bo'lsin. Obunachilarimizga bo'lsin. 3 millionni olishadi. Ey. Azam aka. Ey. Zoti bor ekanda bunda dollar pulda qo'yganim yo'q. Siz ham hali oddiy Mesni qo'ydi. Mesni qo'ydi pulida bo'lsin, ey Azbek. Men qarang. Mesni qo'ydi pulda bo'lsin, tamom. Baraka. Qanaqa pulda bo'lmadimi aka? Mesni qo'ydi pulda bo'lsin. Oddiy qora qo'ylarni ham hina qo'yishyapti. Sizda bugun bomba bo'lsin, tamom. Bo'ldi, yana 200 ming nasila beraman. Qanchadan? 300 ming so'mdan uy bo'lsa yetib boradi. Nima bo'ldi? 3 million 200 dan sizga emas, bizga. Qo'ylaringiz chiroyli, yoqqani uchun azim bunday gap. Bo'ladi ham 3 million 200 ming so'mdan. Keyin maqsad sotishmi? Eshitdim. Maqsad sotishmi? 3 million 200 ming so'mdan yengil, tamom bo'ldi, baraka. Nima deyozishadi? Like-ni bosib otangga nima deyozishadi, tamom. Yozmagan odamni sotmayman. Bo'ldi gap yo'q. Joningiz sog' bo'lsa, akalar, xudo xol shoshiling. Bir joyda olgan xayriyam bor. Tirs, o'ylanmasdan shoshiling. Yo'masam biz dastlabkasichi O'zbekiston bo'ylab telefon qilishsa bo'ldi. ishlarni bitiraman. Qayerdan bo'lsa ham akalar bemalol telefon qiling, Samarqand, Buxoro, Andijon, Qo'qon bemalol ketaveradi. Telefon qiling bemalol. Yo'masam biz keyingi partiyalar. Akalar, o'sha ikkazashchini noyobidan bo'lsin va ikkala bolasi ham qo'chqar bo'lsin degan akalarimizga o'ta noyobidan deydi. Mashalloh akalar. Azbek aka, bolalar katta bo'lsin deganlarga.
Qo'llari o'ta katta. O'ta katta, inasi ham o'zi. Mana akalar, hech jonivar. Qara, inasi usha. Inani qara akalar, o'zi to'lanma variantdan so'ragan akalar. Mahkam yopishing inani usha. Usha. Qo'llarini akalar. Qara. Usha. Mana akalar. Mashalloh. Mana akalar. Uni qarang Azbek O'zi tulaydi aka, mana junni olib yurishmaydi. Yo'q. Mana akalar, buni qarang o'zi tulab, buni qarang, badanni qarang akalar, xudo xolasa. Mashalloh. Xudo xolasa ishini ko'rsating bo'ldi. Bu realni bo'lsin tamom. Mana akalar, xudo xolasa 4 kishidan sizlar akalar. Ikkala bolasi ham qo'chqor Azbek. Mana, mashalloh. Lekin akalar men ko'rdim, guvohman nima deydi? Ikkala bolasi oyog'i ko'tarilib ketguncha yemay ekan, ishini o'ring, voy. O'ta, mashalloh. Bitta o'shanglarchi. Qo'llarini qarang. Hech janovar. Ayiq polonga o'xshab ketibdi o'zi ham. Voy, bunaqa Buni qarang, dumdan. bahvolish, ancha-muncha qo'ygan emas, inasi ham e'tibor, ham bolalarini qarang aka. Bo'l, hayda olib tashlab yursin. Mana akalar. Ancha-muncha qo'ygan emas. Ikkazashini qarang, mashalloh. Ikkala bolasi ham qo'chqor akalar, inasini qarang, mo'jizaviy deydi, o'zi tulab ketgan variant. Xudo xolasa. Azizlik bolalar necha oylik mashina? Ular 4 oylikda atrofidagi. 4 oylik atrofida, yemoq ichmoq sog'lig'i zo'r. Zo'r, inasini qarang. Mashalloh, akalar, mana qarang. Bolalari ham zo'r bo'libdi. Tirs. Ina yaxshi qo'y. Azbek. Ko'p olishadi. Bo'ldi, narxi tamom. Tirs. Bola degani deydi-yu. Marchaga. Yo'q gap. Hop. Marcha gapirim bitta bo'ladi, tamom. Yo'q, videoni cho'zmaylik. Marcha Ha. 8,5 million. Ha joningiz sog' bo'lsin, akalar, shoshiling. Mana shu ikkita bolasini puli bo'ldi, ikki bolasi ham qo'chqor 8,5 million ketdi. Lekin enasi 4 millionga bermaydi akalar. Realniga buni qarang. Suyali katta, o'zi to'larman varianti. Xudo xolasa like tirs bosib qo'ying. Xudo xolasa 8,5 millionga dastlabkasichi. O'zbekistonda bo'yga Bo'ldi, gap yo'q. Bemalol aloqa chiqing, yo'masam biz keyingi partiyalar. Akalar, yo'masam biz keyingi partiyalarimizga o'sha hisori to'g'li variantidan bo'lsin, arzonidan bo'lsin degan akalarimizga xudo xolasa akalar. Yo'masam biz keyingi partiyalarimizga o'sha yiltir hisori to'g'li variantdan so'ragan akalarimizga xudo xolasa. Azbek, aka. nech bosh bu yerda? 5 bosh. 5 bosh, xudo xolasa. Hammasini yemoq ichmoq sog'lig'i zo'r. Mana akalar. Sinab olishadi. Bir hafta 10 kun xotirjam sinab ko'rib, bitta bag deyishini ko'rsataylik obunachilarimizga. Bo'l, qo'ymay turing, mana. Puli o'ta qulay. O'ta qulay, yeb ichishiga baho bering akalar, xudo xolasa qo'ziladi mana. Mashalloh. Beshalasini bir joyda olamiz degan obunachilarimizga narxi o'ta yengil, qulay bo'ladimi Azbek? Tirs bo'ladi. Mana akalar, xudo xolasa o'ta tirs bo'ladi deyaptilar. Mashalloh. Azbek, bunday gap videoni cho'zmaylik, bo'ladigan gap narxida gap deydi-yu. Beshalasini bir joyda, xudo xolasa yeb ichishi sog'ligi zo'r bo'lsa tamom. Biz obunachilarimizga o'sha gap, otdan garam deb yozishadi. Narxini o'ta qulay qilib bersangiz bo'ldi tamom. Tanga rahmat yozsa bo'ldi, narx qulay bo'ladi. Gapiring. 2 million emas, 1 million 950 ta. 50 ming o'ta solasizmi 2 danga? Ko'proqda o'ta. 18 dan olishadi. O'ltirdim Azbek, like bosib otdan garam deb qo'yishadi tamom. 9 dan O'zbekiston bo'ylab 850 dan bo'pti. 50 ming yana o'tinish tamom. 9 sayr qilib beraman. Yo, 1 million 850 ming mashaydi tamom. Nima deb yozishadi? Otdan garam deb yozishadi. Joningiz sog' bo'lsin, dastlabkasichi. O'zbekiston bo'ylab. Ha joningiz sog' bo'lsin, agar xudo xolasa. Mutlaq o'ylanishmasin. 1 million 850 ming so'mdan yetib boradi. Bemalol akalar aloqa chiqing, siz izlagan narxlarda xudo xolasa qo'ziladi. Mana, tavsiya qiladigan joy. Bunisi ham bor, bunisi ham bor. Tirs. Quyug'i yo'q. Tirs. Bo'ldi, gap akalar, o'ylanmang, qarang, qo'ziladi zo'r. Mana akalar, o'sha qo'chqor qo'ziladi, sifatli va arzonidan bo'lsin. O'sha zot yo'nalishida boqmoqchiman men degan akalarimizga xudo xolasa akalar, qo'ziladi qarang. Mashalloh. Bormay turing, yem yeb. Bormay turing, qo'q ekanda bular. Qarang akalar, chors deydi-yu. Xudo xolasa yemga tayyor. Mana qarang akalar turish. Bo'ldi, qochtiring, bakka boradi o'zi mana. Yeyishini qarab turing, Azbek. Yeyishiga baho bering bo'ladi. Mana akalar, obunachilarimiz, xudo xolasa like bosing, yeyishiga qo'yiladi, sog'lom, o'ta sifat. Bering. Tortmang. O'zi mana odamdan qo'rqay ekan bu, chors ekan. Yeb ichishi o'ta sog'lom, xudo xolasa akalar. Hoy jonivar, yashayda turing. Beraman, bay, ana qilma qo'raylik. Garantiyani bermang, siz nima deydi? Ko'rib olishsa yaxshi-da baribir. To'g'rimi? Ham tashlab beraman aka. Videoda yey ichganlarni videoga tashlab berasiz. Hamma yo'g'ini. Ushlab oling, bittadan ushlab oling, qochib ketib qoladi. Ushlab oling. Mana. Bo'lyapti aka. Mashalloh akalar. Mana qo'chqor xudo xolasa, ishqozlariga 50 tashdan so'ragan akalarimiz. Yemga bosib yuboradigan joyi. Yemga bosib yuboradigan joyi. Bo'ldi. Narxi Azbek. Tamom. Narxi 3 million yo'q. Hop, 2 million 900 dan ketaveradi. 800 dan.
O'ltirdingiz. Tilpoq bo'lsa hayr qilib beraman. Bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsa akalar 2 million 900 mingdan telefon qiling, xayr qilib, chiroyli qilib o'tib beradilar. Dastlabkasichi? Dastlabkasiga mutlaq o'ylanish ma'qul. Bo'ldi, gap yo'q. Bemalol aloqa oching. Xudo xolsa qo'ysin mana. Mashalloh. Elita deydi. To'sin, ashdan qo'yib yuboring. Mana akalar, Qo'chqor ikkalasi ham 2 million 900 dan xayr qilib beradilar. Ozlar. Telefon qilavering bemalol. Azay palvon. Mol bor-da, azamaga mollarni o'ta Nechta? Soni 7 dona. 7 dona. Puli Mana. yaxshi qulay. Xudo xolasa akalar, ishqibozlariga buni eshikka chiqqan erindik. Ishqibozlari bo'lsa, tanlagan akalarimiz bo'lsa nima deydi? Menga olmasam hammasini olaman, yo'sam nima deydi? Bitta olaman, video qilib tashlab bering desalar, akalar video qilib tashlab beramiz. Xudo xolasa WhatsApp, Telegram bemalol yozasiz, tashlab beringlar. Masalan, u yoqda, bu yoqda, o'sha shved yoqda, nima deydi? Semental yoqda, monolar yoqda deb bemalol aloqa chiqarsa akalar, xudo xolasa Azizbek o'zlari siz bilan bog'lanib chiroyli qilib, nima deydi? Video qilib tashlab beradilar. Dastlabki qilib chiroyli xabar berasiz. Xabar beraman. Kimdir Aziz nima sharoitga qarab deydi, bitta qarab deydi. Aziz bunday gap, bayda eng balandi nech pulli mol bor, eng pasti nech pulli mol bor? Eng pastini aytaylik, Ha. 7,5 million so'mdan Hop, 10 million so'mdan mol bor. 7,5 dan 10 milliongacha hunajillar bor. Akalar, xudo xolasa telefon qiling. Hayr bo'ladi hamma. Xayri bilan bo'ladi. Bayda akalar 10 millionlik bo'lsa, bitta mana shu 10 millionlik bor Aziz menimcha. O'g'illar 9 enaqa. 8,5 dan mono oladi deylik, qolgani 7,5 milliondan 4 tasi. Bo'ldi, gap yo'q. Akalar, xudo xolasa bitta olamiz degan obunachilarimiz ham ishini bitirasiz. Bemalol aloqa chiqishaversin. Bo'ldi, gap yo'q akalar. Yo'masam biz keyingi partiyalar. Akalar, o'sha siz izlagan Arashan qo'zini ham o'ta noyob va quloqlarini qarang akalar, mashalloh. Yeb ichishini baho bering akalar, qo'zini quloqlariga baho bering akalar. O'ta noyob va sifatidan so'ragan akalarimizga xudo xolasa 2 dona, ko'p emas akalar, xudo xolasa. Azizbek, Aka, Qo'chqormi, sog'liqmi? sog'liq aka, Zot yo'nalishida akalar, xudo xolasa sog'liq ishqibozlarga Hozir aytishyapti, Tiyanshan deb. Tiyashan deb mana. Hmm. Mashalloh quloqlariga akalar. Lekin mash qo'y. Mash qo'y. Ha. Mana. Quloqlari. Mashalloh. Yeb ichiga baho bering akalar, qo'zlar xudo xolasa. Hozir necha oylik mashalar? Ular 3,5 oy, 4 oylik pul. 3,5 oy, 4 oylik. Xudo xolasa o'ta narxi arzon, quloqlari uzun, zot yo'nalishida qo'yib qolamiz degan akalarimizga xudo xolasa ishqibozlariga necha pulga beraveramiz, bo'ldi, tamom. Vobshe arzon. Keyin marcha gapiring, tamom. 2 million emas. Aytyapman, bomba qilyapman. Bomba qiling, tamom. 2 million 200 yo'q. Hop. 1 million 900 ming so'mdan berishadi telefon Ha, bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsa akalar, mana 1 million 900 ming so'mdan 3 million 800 ming so'mga chicha xayriya ham qilib berasiz. Ha, sog'lik salomatligiga garantiyam. Bo'ldi, gap yo'q akalar. Bemalol aloqa chiqaring, siz o'ylagan narxlardan